Qo'limda gazeta, chiroq tagida xomush turarkanman, go'yo atrofimdagi hamma narsa ag'darilib tushayotganga o'xshardi. Kimdir nimadir dedi. Nima? Dedim u qo'limdagi gazetani qo'ltig'imga tiqdim. 1,5 million nusxada chop etiladigan ushbu gazeta quyosh nuriday butun shtat bo'yicha tarqaldi-yu, birov ko'rib qolmasin deganday uni yashirishimni qarang. Sheriga qidirilyapti. Yo'lga tushdim. Chopmasligim kerak, deb o'yladim. Boshqalar e'tiborini tortmay asta yurishim lozim. Hoy, qaytimingizni oling, mister, oling pulingizni. Bu gazeta sotuvchi bolaning ovozi edi. Nega endi 50 dan oshgan erkaklarni shunday deb atasharkin-a? Ha, rahmat. Men pulni cho'ntagimga soldim. Chiroq tagida ko'p turib bo'lmaydi. Mana bu kishi meni mast yoki telba deb o'yladi shekilli, tikilib qaradi. Kulgi ovozi qulog'imga chalindi. Madelinani politsiyadan yashirganim uchun $120,000 to'lash kerak. Lekin uni endi politsiya qidirmaydi. U o'lgan. Politsiya meni qidiryapti. Nimadir qilish kerak. Gazetani tashlab yuborsammikin? Menga mast deb tikilib turgan mana bu kishining ko'z o'ngida-ya. Mashinamga loqaydlik bilan ko'z tashladim. Yonginamda turibdi. Mashinaga o'tirdim-u, duch kelgan tarafga yo'l oldim. Chorrahaga yetganda o'ngga burilib, sohil tarafga haydadim. Tezda ko'zim mashina qo'yadigan joyga tushdi. Borib mashinani o'sha yerga qo'ydim. Hali kun yorug' edi. Mashinada yana jinday o'qisam bo'lardi. Lekin gazetani yozmayoq uni o'qishimning hojati yo'qligini tushundim. Hammasi ravshan edi. Shunga qaramasdan baribir o'qidim. Vaziyat men o'ylagandan ham battar edi. Shubhalarim bekorga emasligi ma'lum bo'ldi. Lekin gap faqat bundagina emasdi. Ular Diana Jamesning murdasini topishibdi. Sherifning yordamchisi esa nihoyat o'ziga kelibdi. Ha, bu ayol Mrs. Butlerning o'zginasi edi, debdi u. Men uning yuzini chiroq bilan yoritib ko'rdim. Xuddi shu paytda bir yigit orqamdan kelib boshimga zarb bilan tushirdi. Bu ikki ayol bir-biriga unchalik o'xshamasdi. Lekin ularning bo'ylari baravar, ikkalasi ham qora soch, yoshlari, qiyofalari ham bir xil edi. Agar tish doktoriga murojaat qilishsa, bu borada uning yordam berishi amri mahol. Lekin bunga ehtiyoj qolmagandi. Sherifning yordamchisi uni yaxshilab ko'rib olgan. U uydan chiqmayotgan, aksincha uyga kirayotgan edi. O'q ovozi esa uni urib yiqitgandan keyin eshitilgan. Diana James u hushsiz yotganda orqa hovlidan kirib kelgan. Bironta odam uning bu yerda bo'lishini taxmin qilmagan. Chunki uning bu shahardan ketganiga 6 oy bo'lgan edi. Shu paytgacha ishni puxta qildim. Endi Madelina yashirinib oladigan bo'lsa, meni shu zahoti tutishadi. Undan keyin hammasi tamom. O'zimni yomon his eta boshladim. Peshonamdan sovuq ter chiqib ketdi. Baribir o'zimni zo'rlab bo'lsa ham davomini o'qidim. U yog'ida mening qiyofam tasvirlanardi. Tasvirlaganda ham juda qoyil maqom edi. Qiyofamdagi biron bir belgi Mallasoch xonimning e'tiboridan chetda qolmagandi. Men so'nggi satrlarni o'qidim. Uning basharasi menga tanishdek tuyuldi, derdi Charissa Finley. Qayerdadir o'zinimi, rasminimi ko'rgandekman. Qo'llarim qaltirab sigareta tutatdim. U mening sho'rimni quritishi mumkin. Qiz har daqiqada eslab qolishi ehtimoldan xoli emas. Buni men politsiya eshigimni taqillatib kelgandagina bilishim mumkin. O'zimni qo'lga olishga urindim. Ehtimol hali biron iloji bordir. Balki esla olmas. Hali esla olmagan ekan, bu haqda o'ylagan sari ishonchi orta boradi. 5 yil muqaddam Sport gazetasining bir sahifasida suratim bosilgan. O'shandan keyin gazetada yuzlab futbolchining rasmi bosilib chiqdi. Fursatni qo'ldan bermasligim, taslim bo'lmasligim kerak. La'nati,
shundoqqina qo'limga tushib turuvdi-ya. Endi shuncha boylikni qo'ldan chiqarib yuborish haqida o'ylaganimda nafasim bo'g'ilib, qornimda og'riq turyapti. Yana bir necha kun kutib turish kerak. Endi uni qidirishmayapti. Unga bir nechta ko'ylak sotib olish, sochlarini boshqacha qilib tarish kerak. Ishni tezlashtirish uchun biron sabab o'ylab topishim lozim. 2-3 kun gazetani Madalenaning qo'liga bermaslik kerak. Yuzlarim burishib ketdi. Radiochi. Istalgan paytda yangiliklarda aytib qolishi mumkin. Buni o'ylamaganimni qara-ya. Axir hamma narsani ham oldindan nazarda tutib bo'lmaydi-ku. Motorni yurgizib, mashinani uchirib ketdim. Dastlabki muyulishdayoq gazetani oynadan uloqtirib yubordim. Ikkinchi chorahada mashinani burib, uyga shoshildim. Menimcha Madalena bu gaplardan xabardor bo'lsa ham kerak. Yo'g'imda kunduzgi eshittirishda radiodan berilgan bo'lishi mumkin. Buni qanday qilib bilsam ekan? Lekin u bilsa ham aytmasligi aniq. Yo'q, aytishi kerak. Axir men uning sumkasidan olgan 3 ta kalit menda-ku. Bularsiz u pullarni ola olmaydi. Undan tashqari yana ba'zi narsalar ham bor edi. Uning tirikligini biladigan yakka-yu yagona odam men edim. Ehtimol meni o'z yo'lidan olib tashlash uchun biron hiyla topib ham qo'ygandir. Uning kallasiga har qanday fikr kelishi mumkin. Uyimning oldiga yaqin yerda mashinani qo'ydim-da, uyga shoshildim. Zanalardan deyarli yugurib chiqdim. Mehmonxonada hech kim yo'q edi. Radio o'chirilgan. Uyga kirib eshikni qulfladim-u, yengil nafas oldim. Shu paytgacha sukunatdan bunchalik orom olmagan edim. U yoq bu yoqqa alanglab, Madalena qayerda ekan deb o'yladim. Hoziroq bir narsa o'ylab topish kerak. U uxlashga yotguncha kutib turib bo'lmaydi. Shu bilan birga tavakkal qilib ham bo'lmaydi. To'satdan kirib, niyatimni sezib qolishi mumkin. Shu on vannaxonada suv shaloplayotganini eshitdim. Yo'lakning eshigiga keldim. Eshik ochiq. Vannaxonaning eshigi esa yopiq. Madalenaning sekin xirgoyi qilayotganini eshitdim. "Vannadamisiz?" deb so'radim. "Ha, nima edi?" degan javob eshitildi. Vannaxonaning eshigi qiya ochilib, Madalena mo'raladi. Yelkasida sochiq, sochlaridan suv tomchilab turardi. Sochining rangi o'zgargani endi bilindi. U och sarg'ish rangga kiribdi. "Bugun radioni eshitdingizmi, yo'qmi deb so'ramoqchi edim." Uning yuzlaridan biron ma'noni o'qib olish amri mahol edi. Kallasini sarak-sarak qildi. "Nima edi?" "Sherifning yordamchisi hushiga kelibdi" deb javob berdim-u, og'zimga sigareta tiqdim. "Ular Diana Jamesning jasadini topishibdi." "Shunaqa deng-a?" "Ha, buni kutsa bo'lardi." "Ha," fikriga qo'shildim. "Kulgili joyi shundaki, avvaliga ular buni sizning jasadingiz deb o'ylashibdi." "Rostdan-a?" so'radi. "Lekin biz ikkalamiz umuman bir-birimizga o'xshamaymiz-ku." U Madalena biroz to'xtab o'ylanqirab turdi-da, "Ha, bo'lishi mumkin. Bu olov..." Uning o'zini tuta bilish qobiliyatiga qoyil qolmasdan ilojim yo'q edi. Agar mug'ombirlik qilayotgan bo'lsa, buni juda qoyilmaqom qilib o'rinlatayotgan edi. "To'g'ri", dedim. "O'sha sherifning yordamchisi sizni tanigan va boshqa kimdir o'q ovozini eshitibdi. Shuning uchun murdani topishganda uni siz deb o'ylashibdi. Keyin uning qo'ldagi soatda nomi o'yib yozilganini ko'rishibdi." "O!" hayajonlanib ketdi Madalena. Buning shu so'zdanoq ko'p ma'noni o'qib olish mumkin edi. "Bundan hamma gapingizga ishondim" yoki radio orqali berilgan axborotdan bor gapni bilib oldim degan ma'no ham chiqardi. Bu bilan mening ustimdan ichida kulayotgan edi. "Iltimos, gazetani tashlab keting", iltimos qildi u. "Cho'milib bo'lganimdan keyin o'qib chiqaman." "Esdan chiqib bir joyda qoldirib kelibman", dedim. "Lekin bundan boshqa tilga oladigan yangilik yo'q." Madalena yelkasini qisib qo'ydi-da, eshikni yopib oldi.
u yerda yana bir necha daqiqa bo'lsa kerak. Bu qulay paytdan foydalanib qolish kerak. Oshxonaga kirib, stoldan pichoqni oldim. Keyin yotoqxonaning stolida turgan radiopriyomnikning vilkasini rozetkadan sug'urdim. So'ng tezda radioning orqasini ochib, ichidagi simni qirqdim. Uning orqasini yana yopib qo'ydim. Vilkani rozetkaga tiqib, radioni joyiga to'g'rilab qo'ydim. Pichoqni esa oshxonaga olib borib tashladim. Oradan 10 daqiqalar o'tib, Madelina boshini sochiq bilan o'rab olgancha, labida sigareta bilan vannaxonadan chiqib keldi. Sal oro berganimdan keyin sochlarim juda ham xunuk bo'lib ko'rinmasa kerak, dedi u. Rang yaxshi chiqdi, ko'rdingizmi? Ha, dedim. Qiziq. Odam bolasining tashqi qiyofasi o'zgarishi qanchalik katta ahamiyatga ega ekan-a? Men o'zimni mutlaqo boshqa odam his qilyapman. Go'yo Madelina Butler endi yo'q. U o'lgandek. Ajab. Bu bilan u nima demoqchi bo'lyapti? Ehtimol biron nimani nazarda tutmayotgandir u. Shu bilan birga menga bosim o'tkazmoqchi bo'layotgan bo'lishi ham mumkin. Bir narsa kunday ravshan. Bu ayol nihoyat darajada xavfli. Birga bo'lgan shu qisqa vaqtimizda bunga ishonch hosil qilib bo'ldim. Xullas, endi biz nimani istagan bo'lsak, shunga erishdik, dedim. U o'tirdi. Stulga suyanib oldi-da, priyomnikning murvatini buradi. Qani, qanday yangiliklar bor ekan? Eshitib ko'raylik-chi. Radio qizib ketdi-yu, birdan undan tutun chiqa boshladi. "Hoy!" deb yubordim. "O'chiring. Bu la'nati yonib ketyapti." U radioni o'chirib, hayron bo'lib menga qaradi. "Qiziq bo'ldi-ku", dedi juvon. "Yaqinginada yaxshi ishlab turuvdi. Qisqa tutash ro'y bergan bo'lsa kerak. Ertaga ustaxonaga borib tuzattiraman." "Tuzatishga ko'p vaqt ketadimi?" 2-3 kun ketsa kerak. "Shuncha kun-a? Uni tuzatguncha prokatga bittasini olib tura olmaysizmi? Yo yangisini sotib oling." "Nega endi?" dedim. "Nahotki radiosiz 2 kun chidab tura olmasangiz?" "Gap shundaki", javob berdi u. "Men radiosiz o'zimni mutlaqo yakkalanib qolganday sezaman. U yoqda nimalar bo'layotganidan bexabar qolaman. U yoqdagi hamma gapni o'zim sizga yetkazib turaman. Gazetalardan o'qib bilib turasiz. Shunday bo'lgach, kerakli ma'lumotlar qo'liga tushmasligining oldini o'zim olib turaman." Yana uni gapga solib, biron narsadan xabardor ekanligini bilmoqchi bo'ldim. Lekin qiyofasidan hech narsani anglab bo'lmasdi. Men uning go'zal, lekin sirli chehrasini yomon ko'rib keta boshladim. Undan biron ma'noni mutlaqo anglab bo'lmas edi. Ehtimol ichida mening ustimdan kulayotgandir. Qulay paytni topib meni o'ldirmoqchi bo'layotgandir ham. Agar niyati shunday bo'lsa, uxlashimni kutadi. Agar o'ldiradigan bo'lsa, osongina niyatiga erishishi mumkin. Cho'ntagimda pullar saqlanayotgan po'lat sandiqlarning kaliti turibdi. Men bo'lsam, uning hamon tirikligini biladigan yagona guvohman. Meni o'ldirib yuborib, pulni olish qoladi xolos. Keyin xotirjam bo'lib olib, 4 tomoni qibla, samolyotga o'tirib, xohlagan joyiga bemalol ketaveradi. Odam bunaqa xayollarga boraversa, aqldan ozishi hech gapmas. Politsiya uni meni o'ldirgan deb hisoblaydi. Aslida esa Madelina meni gumdon qilib, $120,000 bilan g'oyib bo'ladi. Uni hech kim qidirmaydi. Madelina Butlerni hech kim qidirmaydi. Chunki u o'lgan. Suzy Memblin esa birov bilmaydi. Chunki u mana shu xonadonda dunyoga kelgan. Uning borligiga biron kimsa shubhalanmaydi ham. Eng asosiysi, uning o'zi bu haqda bilarmikan? O'zini bunday o'zgartirish fikri ehtimol uning kallasiga podvalda Diana Jamesning yuziga chiroq tutgan onda kelgandir. Ehtimol o'shanda daqiqaning qandaydir bir soniyasida ko'p narsalar unga aniq ravshan bo'lgandir. Lekin o'sha vaqtda hammasini yengib, g'olib bo'lib chiqaman deb o'ylaganmikan?
Diana Jamesning qo'lidagi soatda nomi o'yib yozilganini bilganmidi? Buni qayerdan bilardi? Har ehtimolga qarshi men bu omillarning hammasini e'tiborga olib qo'yishim kerak. Madalinaning qo'lidan hamma ish keladi. Balki hamma narsani mayda-chuydalarigacha esida olib qolgandir va ulardan xulosa chiqarib olgandir. U gazetaning yo'qolishi-yu, radioning to'satdan buzilib qolishi sababini juda yaxshi biladi. Endi u bor gapni mendan oldinroq bilgan bo'lishi ehtimoli qoldi. Agar shunday bo'lsa, tamom. Xuddi shu narsa miyamdan uzoq vaqt ketmadi. Agar u bu borada biron nimani bilgan bo'lsa, uni ko'zdan qochirmasligim, agar bilmagan bo'lsa, bildirmaslikka harakat qilishim kerak. Madalina mana shu xonada 2 yo 3 kun, hatto undan ham ko'proq turib gazeta ko'rmasligi kerak. Har holda shov-shuv bosilguncha. Bu men pulni olib yashirinishim uchun yana kutishim kerak degan so'z edi. Bu kutish soatlari yana qanchaga cho'ziladi? Charissa Finley mening kim bo'lganimni har daqiqada eslab qolishi mumkin. Buni eslab etim jimirlashib ketdi. Agar men soatlab eshik taqillashini kutib o'tiraveradigan bo'lsam, buni ko'tara olmayman. Aqldan ozishim turgan gap. Ismi sharifim telefon daftarchasida yozilgan. Politsiya to'g'ri keladi-da, hibsga oladi qo'yadi. Ular Charissani rosa aylantirishadi. Uni qayerda ko'rgansiz? Qaysi rasmda? Yaxshilab o'ylab ko'ring. Ehtimol gazetada ko'rgandirsiz. Masalan, qachon? Eslashga urining. Baland bo'yli, baquvvat yigitmidi? Ehtimol bokschidir, deb hol joniga qo'yishmaydi. Unga bir nechta bokschilarning suratlarini ko'rsatishadi. Ehtimol u futbolchidir deyshadi. Biz endi kutolmaymiz. Bu yerdan ketish kerak. Iloji bo'lsa, ertaga ertalabdanoq u bilan bankka borish shart. Men qora ko'zoynak taqib olaman-da, mashinada o'tiraman. U bo'lsa, borib pulni olib chiqadi. Joyimda o'tira olmay qoldim. O'rnimdan turib 2 qadahga ichkilik quydim. Unga rejani o'zgartirdim deyman. O'zimni shunday tutayki, Madalina zohirimdan hech nimani sezmasin. Xonaga kirib, qadahning birini unga tutdim. Unga nima deyishimni xotiramda jamlagan edim hamki, u menga o'ylanqirab qaradi. Keyin qovog'ini uyib dedi: "Bilasizmi? Siz yaqinda po'lat sandiqlarni qanday ismu sharif bilan ijaraga olgansiz deb so'ragandingiz." Men qadahni endi bo'shatmoqchi bo'lib ko'targanimda, uning ovozidagi qandaydir ohangdan sergak tortdim. "Ha?" dedim. "Nima edi?" U biroz to'xtab, keyin javob berdi. "Nima deyishimni ham bilmay qoldim. Ancha vaqtdan buyon o'ylab yuribman. Qancha o'ylasam, shuncha chalkashib ketyapman. Albatta, o'sha nomlar, ismi shariflarni yozib olgandim." "Bu bilan nima demoqchi bo'lyapsiz?" deb so'radim. "Ismi shariflarni men faqat ularni unutib qo'yibman deb meni ishontirishga urinmang", ogohlantirdim. "Yaqinginada juda ham yaxshi eslagandingiz." Madalina boshini qimirlatdi. "Yo'q, gap bunda emas. Ismu shariflar hammasi esimda. 3 ta bankda 3 ta ismu sharif yozilgan. Hozir qaysi bankda qaysi ismu sharif yozilgani yodimda yo'q." Madalina aftidan xayolimdan kechgan narsalarni uqqanga o'xshardi. Qadahni qo'limda tutgancha unga tikilib qoldim. Nimani niyat qilgan ekan? Qo'rqib ketdim. Buni bilganim yo'q. Shu topda biladigan holda ham emasdim. Ehtimol radioni eshitgandir. O'zimni yo'qotib esankirab qolish darajasiga yetkazib, tashlab qochishimni xohlaganmikin? Lekin bundan unga nima manfaat bor? Kalitni olib qochib ketadigan bo'lsam, pulni ololmaydi-ku. U bu qadar ahmoq emas. Balki o'zini hech narsadan bexabardek tutib, mening rosa azoblanishimni va qiynala uxlab qolganimda bir yoqlik qilishni xohlayotgandir. Shunday bo'lsa ham ko'p kutishimiz mumkin emasligini, politsiya izimizga tushib, menga qo'shib uni ham tutib olishini yaxshi bilardi. Uzoq kutish menga o'xshab unga ham xatarli edi. Yo'q. Bu hol mendan ham unga xavfliroq.
chunki politsiya hali uning tirik ekanligini aniqlaydi. Keyin men emas, uni qotillikda ayblaydi. Ehtimol u buni yaxshi bilar, lekin o'zini nihoyatda xotirjam tutardi. Xuddi mana shu xotirjamlik bilan tavakkal qilishga jazm qilgan edi. Balki xavotir va qo'rquv aralash asabiy taranglikdan ko'chaga chiqishga yuragi betlamayotgandir. Po'lat sandiqning kalitini bering, pulni shu yerga olib kelaman desa, ko'na qoladigan ahmoq deb hisoblayotganmikin meni? Ikkita narsaga ishonchim komil edi. Birinchisi, ismu shariflarni mutlaqo chalkashtirib yubormagan. Ikkinchidan, har qanday holatda ham o'zimning tashvishga tushib qolganimni sezdirmasligim kerak. Viskidan bir qultum yutdim. Endi menga diqqat bilan quloq soling, dedim. Agar meni laqillatayotgan bo'lsangiz, nima bo'lishini ogohlantirgandim. Esingizdami? Nimani mo'ljallayapsiz? Nimani bo'lardi? Dedi achchiqlanib juvon. Eslashga harakat qilyapman. Bir necha soatdan beri boshimni qotirib o'tiribman. Yana qancha vaqt bosh qotirmoqchisiz? Qayoqdan bilay? Men sigareta tutatdim. Buning ikkita yo'li bo'lishi mumkin, dedim. Birinchisi, basharani ko'kartirish. Bo'yningizni changallab, yuzingiz ko'karib ketguncha bo'g'aman. Keyin eslab gapirishingiz uchun sal bo'shatib havo yuttiraman. Bu kisloroddan dush berib, miyani joyiga keltiradigan o'ziga xos usul. Haqiqatan ham yaxshi usul ekan, sovuqqonlik bilan dedi u. Demak, men bankka to'ppa-to'g'ri kirib borib, falon odam bankingizdagi po'lat sandiqni ijaraga olganmi deb so'rashim kerak. Shundaymi? Bankda bunaqa ma'lumotlar berilmasligini yaxshi bilasiz-ku. Men bosh irg'ab ma'qulladim. Albatta, siz buni qanday amalga oshirish kerakligini mendan kam bilmaysiz. Siz 3-milliy bankka telefon qilib, men Mrs. Garri Carstersman. Yodimdan ko'tarilibdi. Bankingizdan ijaraga olgan po'lat sandiqning ijara muddati qachongacha edi? Tekshirib ko'rsangiz, deb iltimos qilasiz. Ular tekshirib ko'rishadi-da, yo iyul oyigacha deb aytadi, yo bunaqa odamning bankimizdan po'lat sandiq ijaraga olgani haqida bizda ma'lumot yo'q deb javob berishadi. Shundan keyin uzr so'raysiz va erim boshqa bankdagi po'lat sandiqni ijaraga olibdi deysiz. Keyin boshqa bankka qo'ng'iroq qilib, mana shunday savol-javob qilasiz. Madelina ma'qulladi. Tushundim. Agar Mrs. Carstersning omadi chopsa, hammasi ko'ngildagidek bo'ladi. Shundan keyin boshqa bankka qo'ng'iroq qilib, Mrs. Hetz yozgan Mrs. Mannni so'rayman. Javob qanday bo'lishidan qat'iy nazar, biz hammasini bilib olamiz. Deylik, Mrs. Carstersning omadi yurishmadi. Ikkinchi bankdan ham shunga o'xshagan javobni eshitdik. Unda bu odam 3-milliy bankdagi sandiqni ijaraga olganligini bilib olamiz. Lekin keyingi 2 bankdan qaysi ism-shariflar ijara qilinganligini bilmaymiz. Demak, banklar bilan savol-javob qilishni davom ettiramiz. Xullas, banklarga juda ham ko'p qo'ng'iroq qilib yubormayapmizmi? Banklardan ijaraga olingan po'lat sandiqlar soxta ism-shariflar nomidan ijaraga olinganligini unutmang. Men ularga tashqi qiyofamni, shaxsimni o'zgartirganman, chunki meni politsiya hamma joyda qidirib yuribdi. Hamma gazetalarda rasmim e'lon qilingan deb ayta olmayman-ku. Men bankka kelishda e'tiborni tortadigan har qanday holatdan nari yurishim kerak. Ha, u to'g'ri gapirayotgan edi. U hamma vaqt haq bo'lib chiqardi. Axir uni rostdan ham politsiya qidirayotgan edi-da. To'g'ri, dedim. O'zingiz o'ylab ko'ring. Sizda bittaga qarshi 2 imkoniyatingiz bor. Shulardan Carsters ismu sharifiga qilgan 2 qo'ng'irog'ingizdan bittasi omadli bo'lishi mumkin. Nahotki siz bir urinib ko'rishni ham istamayotgan bo'lsangiz, unday bo'ladigan bo'lsa, sizning mutlaqo imkoniyatingiz qolmaydi. Ha, deb meni qo'rqitaverishni bas qiling. Men divandan turib uning oldiga yaqinlashdim. U boshini ko'tardi. Ko'zlarimiz to'qnashdi. Mana shu pulni deb jonimni jabborga berib ko'p xatarli ishlarga qo'l urdim. Endi ishning barbod bo'lishiga yo'l qo'ymayman, dedim. Menga bunaqa hazil ketmaydi. Men uning bo'ynidan bo'g'dim. U qarshilik qilish befoydaligini bilib indamay turdi. Uning ko'zlari menga sovuq va nafrat bilan boqardi. Uni shunchaki qo'rqitib qo'ymoqchi bo'lgan edim. Lekin o'zimni qo'lga ola olmay qoldim. Bu alvastning burnimdan ip o'tkazib yurishiga yo'l qo'ya olmasdim.
Xona ko'z oldimda aylana boshladi. Madalinani yomon ko'rardim. Uni o'ldirgim keldi. Qo'lim qaltirardi. Uning xirilayotgani qulog'imga kirdi. So'nggi daqiqada hushimni yig'ib oldim. Idrokim vaqtida qo'limni uning bo'ynidan olishimga majbur qildi. O'rnimdan turdim-da, qo'llarimning qaltirog'ini bosishga harakat qildim. Ey Xudo, menga nima bo'lyapti? Aqldan ozishimga bir baqiya qoldi. Sal bo'lmasa bo'g'ib o'ldirib qo'yardim. Agar qo'lga tushirishsa, meni bir narsa saqlab qolishi mumkin. Bu ham bo'lsa, Madalinaning tirikligi. Agar uni o'ldirib qo'ysam, pulni tushimda ham ko'rmayman. Qo'rqib ketganimni uning o'zi ham sezgan bo'lishi kerak. O'girilib sigareta tutatdim. Madalina turib o'tirdi. Men o'zimni qo'lga oldim. Endi eslagandirsiz? So'radim. Madalina og'ir-og'ir nafas olar, jim edi. Bu sizning savol berish uchun ishlatadigan yakka-yu yagona usulingizmi? Deb so'radi u nihoyat. Shunday bo'lsa kerak, javob berdim. O'ylab ko'ring. Ehtimol endi eslagan bo'lsangiz kerak. Men hali o'ylashim kerak. Nega bunchalik shoshqaloqlik qilyapmiz? Hali oldimizda bir oy bor-ku, to'g'rimi? Fikrimdan qaytdim. Politsiyaning burni tagida o'tiribmiz. Bu yerda turishim menga juda xavfli. Demak, suratlarim hamma gazetalarda bosilib turganiga qaramay, ko'chada yurishim kerak ekanda. Siz esingizni yeb qo'ymadingizmi? Men sizga bu yerdan tezroq juftakni rostlab qolish haqida gapiryapman xolos. Unda sizga oradagi kelishuvimizni eslatib qo'yishim kerak, Mr. Scarborough, dedi Madalina xotirjamlik bilan. Siz meni bu yerda kamida bir oy yashirib o'tirishingiz kerak edi. Quloq soling, dedim dag'dag'a bilan. Sizga aytdim-ku. U yana meni qaysarlik bilan aqldan ozish darajasiga keltirmoqchimi? Birdan anov xonimchaning pul sizga tegmaydi. Kim bilan ish tutayotganingizni haligacha bilmabsiz shekilli. Bu ish biringizni o'ldirish bilan nihoyasiga yetadi, degan gaplari yodimga tushdi. Yaxshisi, hoziroq o'rnidan turib uydan chiqib ketsammikin? Bo'lmasa uni o'ldirib qo'yaman deb qo'ydim. Lekin qayoqqa boraman? Shtatdagi hamma politsiyachilar qandayligimni, butun qiyofamni juda yaxshi bilishadi. Hammalari iskouch itday izg'ib yurishibdi. Shu yerda qolib, Madalinaning menga sovuq, sirli va masxaraomuz nazar tashlab turishini ko'z oldimga keltirib o'tirishdan boshqa ilojim yo'q edi. Ha, Charissa Finley meni qayerda ko'rganini eslaydi-yu, politsiya qachon eshik taqillatishini daqiqa sayin kutib o'tirishim kerak edi. Bundan tashqari, manavi alvasti ochishni istamayotgan 3 ta po'lat sandiqdagi pul dastalarini o'ylay-o'ylay oz-ozdan aqldan ozib o'tirishim ham zarur edi. Batamom aqldan ozmaslik uchun yana qancha chidarkinman. Oradan biroz vaqt o'tgandan keyin Madalina uxlagani yotoqxonaga kirib ketdi. Men qahva qaynatarkanman, kitob javonidagi elektr soati millari qanday surilayotganini kuzatib turdim. Kuldon to'lib ketgan xonada ko'kimtir tutun buralib aylanardi. Asablarim rosa taranglashguncha jim o'tirdim-da, keyin o'rnimdan turib, xonada u yoqdan bu yoqqa yura boshladim. Shaharda qayerdadir politsiya mashinalarining sirena chalib o'tganini 3 yo 4 marta eshitdim. Bu mashinalar mening oldimga kelayotganda sirena chalmasligini bilsam ham, har safar uning ovozini eshitganimda nafasimni ichimga yutib turdim. Ular asta kelishadi. Ba'zi birlari ko'cha va orqa eshikda turib olishib, keyin eshikni taqillatishadi. Eng dahshatlisi lift. U xonamning eshigi oldidan atigi bir necha qadam narida. Lift bizning qavatda to'xtab, uning eshigi ochilib yopilib turganini eshitaman. Bir mahal qarasam, butun diqqatim bilan liftning harakatiga quloq solyapman. Men o'tirgancha nafasimni ichimga yutib turdim. Haqiqatdan lift to'xtab eshigi yopildi. Butun diqqatimni qadam tovushlarini eshitishga jamladim. Lekin qadam tovushlari eshitilmadi. Yo'lakka qalin gilam poyandoz tashlab qo'yilgan.
oraga sukunat cho'kdi. Bu menga kuchli hayqiriqday ta'sir qildi. Ular qay tomonga qarab ketishdi ekan? Kutib qadamni sanab turdim. Ko'p qadam tashlashdimi? 12 tami, 15 tami? Nafasimni yutib, eshikning taqillashini kutarkanman, yuragim bir nimadan qattiq siqa boshladi. Asablarim esa unga sayin taranglashardi. 10, 15, 14, 17, 20. Qadamlar boshqa tarafga o'tib ketdi. O'zimni yomon seza boshladim. Peshonamdan sovuq ter chiqdi. Sigareta qo'limni kuydirdi. Nihoyat biroz o'zimga keldim. Keyin yana quloq sola boshladim. Tong otdi. Bugun juma. Bugun oxirgi imkoniyat. Keyin dushanbagacha kutishga to'g'ri keladi. Yoz oylarida banklar shanba kuni ishlamaydi. Madelina yotoqxonadan nimcha va kalta kamzulda chiqib keldi. Sarg'ish sochlari taram-taram bo'lib, yelkasida yoyilib yotardi. Havo juda yaxshi, to'g'rimi? Kulimsiradi u. Ha, dedim. Juda ham yaxshi. Ismu shariflar nima bo'ldi? Yuzlarim ozgina qorayibdi. Sezdingizmi? Men unga tikilib qaradim. Yuzingizni qo'ya turing. U qoshini chimirdi. Aftidan kayfiyatingiz yaxshiga o'xshamayapti. Uyquga to'ymadingizmi? Uyquga yaxshigina to'ydim, javob berdim. Avval savolimga javob bering. Ismu shariflar nima bo'ldi? Jahlingiz chiqmasdan oldin menga bir piyola qahva berarsiz balki? U oshxonaga kirib, bir piyola qora qahvaga viski quyib ichib oldi. Men uning ro'parasiga o'tirdim. Bankka qo'ng'iroq qilasizmi? deb so'radim. Agar boshqa ilojimiz bo'lmasa, avval men yaxshilab o'ylab olishim kerak. Qancha ko'p o'ylasangiz, shuncha chalkashib ketishingizni bilishingiz kerak. Madelina bosh silkidi. Yo'q. Ismu shariflarni alifbo bo'yicha yozganimni esladim. Karsters, Manning, Hetz. Endi bankning nomlarini qanday yozganimni eslashim kerak. Men kirganimdagi tartibda turibdimikin? Goho o'sha yozuvni xayolimda jonlantiryapman. Qayerda u? deb so'radim. Madelina yelka qisdi. Uyda qolibdi. Olish esimdan chiqibdi. Esimdan chiqibdi? Kamchiliksiz odam yo'q, dedi u. Hatto buyuk mister Skarboro ham kecha sotib olgan gazetasini esdan chiqarib qoldirgan. Yana piching. U hammasini yaxshi biladi. Faqat mening ustimdan kulyapti xolos. Stol ustidan unga engashdim. Tomosha ko'rsatishni bas qiling. Siz meni mayna qilyapsiz. Hech hamda buni roppa-rosa bir oydan keyin albatta eslayman. Men g'azab bilan unga tikildim. Basharasiga tarsaki tortib yubormoqchi ham bo'ldim. Lekin o'zimni qo'lga olib, o'rnimdan turdim. Menimcha, dedi u. Bugun siz radioni ustaga olib bormoqchi edingiz shekilli. Men radioni ko'tarib uydan chiqib ketdim. Ba'zan odam tushida minglab tomoshabinlarning oldiga sahnada yalang'och chiqqanini birdan sezib qoladi. Ko'chaga chiqqanimda men ham xuddi shunday holga tushgan edim. Mening ahvolim faqatgina yalang'och emas, hatto terim ham shilib olinganday edi. Mashina tomon o'zimni yugurib ketishdan zo'rg'a tiyib, asta odimlab ketdim. Mashinaga o'tirganimdan keyingina sal asablarim bo'shashdi. Muyulishda bir kishi gazeta sotardi. To'xtab signal berdim. Yuzimni burmay 5 sent uzatdim. Mashina oynasidan menga gazeta tutqazdi. Hozir uni o'qiydigan vaqt emas. Shahardan chiqib, dengiz sohili tomon ketdim. Quyosh mo'l nur sochib turgan ajoyib kun. Qirg'oqdan suv sachrab turibdi. Yo'lda mashina kam uchradi. Mashinani yo'ldan burib, do'ngliklar orasida to'xtatdim. O'sha yerda xuddi ko'zimga soat mexanizmi o'rnatilgan bombadek ko'ringan gazetani ochdim. Sahifalarni varaqlay boshladim. Shunday sarlavhaga ko'zim tushdi. Sirli qotil qidirilmoqda. Maqolada Charissa Finley bergan ko'rsatmalardan boshqa deyarli bironta yangi gap yo'q edi.
Missis Batler bilan men uning uyiga qaytib kelganmishmiz. Pulni olgandan keyin uni o'ldirganmishman-u, izni yo'qotish uchun uyga o't qo'yib yuborganmishman. Ularning shunday o'ylashlari aniq. U yoq bu yoqqa qarab oldim. Hech kim ko'rinmadi. Mashinadan chiqib, radioni qo'limga oldim-u, do'ngliklar orasiga kirib ketdim. Keyin radioni butalarning ichiga uloqtirib yubordim. "Ey, mister!" degan yangroq ovoz qulog'imga kirdi. "Nega radioni tashlab yubordingiz?" O'girilib qaradim. Butalar orasidan qo'lida pnevmatik miltiq ushlagan 10-12 yoshli bola chiqib keldi. U radioning oldiga kelib, uni yerdan oldi. Men garangsib qoldim. Qayerdan paydo bo'ldi bu tiranchi? Keyin butalar ichida mendan 10 metrlar narida yana bir bolakay paydo bo'ldi. Uning ham qo'lida pnevmatik miltiq bor edi. "Ho, Eddi!" deb qichqirdi birinchi bola. "Buni qara, radio. Mana bu kishi tashlab yubordi. Mister, olsak maylimi?" Men titrab qaqshab nima deb javob berishimni tasavvur qildim. So'zlarim tomog'imda tiqilib qoldi. Shunaqa ham ahmoqlik bo'ladimi? "Buzilgan", dedim oxiri. "Ishlamaydi. Nega tuzatishga bermadingiz?" "Nima ishlaring bor? Jo'nalaring, tiranchalar." Qarasam baqiryapman. O'girildim-u, mashina tarafga ketdim. Uyga tezroq yetib olish uchun oshiqayotgan va gazni ko'proq bosishga ishtiyoq zo'rayotgan bo'lsa-da, shaharni ehtiyotkorlik bilan asta bosib o'tdim. Miyamda bitta fikr. Tezroq uyga kirsam-u, berkinib olsam. Uyga kirib, eshikni yopib, o'zimni qopqonga tushganday his qildim. Qo'rqqanimdan bujmayib ketdim. Ular shu yerga kelishadi-yu, meni olib ketishadi deb o'yladim. Uyda Madalina yolg'iz o'tirardi. Juma. Kun tikkaga kelguncha Madalinani kuzatib, liftning shovqiniga va yo'lakdagi oyoq tovushlariga quloq tutib o'tirdim. Madalina shalvarini shimargancha qorayish uchun yuziga moy surgan, gilamda oftobda toblanib yotardi. Oradan bir muncha vaqt o'tgandan keyin o'rnidan turdi. Uzun poshnali tuflisini kiyib, Suzi Mamblining yurishini mashq qila boshladi. U oldimda dumbasini dirkilatib, anchagacha u yoqdan bu yoqqa yurdi. Madalina to'xtab sigareta tutatdi. "Qalay bo'lyapti? O'xshaymanmi?" so'radi u. "Juda zo'r. Tug'ma iste'dod bor ekan sizda." "Suzi Mambli haqida bergan maslahatingiz juda zo'r bo'ldi. Men sizga yoqishga harakat qilishim kerak. Borgan sari rolga kirib boryapman. Men endi Mambliga o'xshamoqchi emasman. Aksincha, Mamblining tayyor o'zi bo'ldim, qo'ydim." "Juda yaxshi, juda yaxshi", dedim. "Siz Suzi Mamblining o'zisiz. Lekin sizdan o'tirim so'rayman. Bank bilan ism shariflarni esdan chiqarmang." "Ha", kulimsirab dedi u. "Vaqti kelganda albatta eslayman. Agar 1 yo 2 hafta ichida esla olmasam, bankka qo'ng'iroq qilaman." 1 yo 2 haftadan keyin? U 1 haftaning ichida meni adoyi tamom qiladi. Madalina yana oldinga, orqaga yura boshlagandan keyin o'zimni zo'rlab ko'zimni boshqa yoqqa oldim. Mana shu harakatning o'ziyoq meni aqldan ozdirishi mumkin. Vaqt o'tyapti. Kun juda ham cho'zilib ketdi. Men og'zimda ta'm sezmay qolgunimcha qahva ichib, sigareta chekdim. Uyquni ko'zimdan qochirish uchun hamma chiroqlarni yoqib dushga tushdim. Asabim qo'zib, liftning shovqiniga quloq tuta boshladim. Qachongacha chidarkanman? Har daqiqada politsiya mening kimligimni tanib qolishi, istalgan daqiqada kelib eshikni taqillatishi mumkin. Yana qancha vaqt tetik uxlamay yurishim mumkin. Ko'zim uyquga ketishi bilan u meni o'ldiradi. Eshikni qulflab olib, vannada yerda uxlab olsa bo'ladi. Lekin unda Madalina ko'nglimga kelgan gapni tushunib qoladi. Nega endi bularning bariga nuqta qo'ya olmasligim kerak? Go'shakni ko'tarib, Madalina Batler falon joyda turibdi desamchi. Shundan keyin yashirinib olsam bo'ladi. Uni qo'lga tushirishgandan keyin meni qidirmay qo'yadi. Keyin yana bankdagi pul esimga tushdi-yu, bunday ish qilishga qudratim yetmasligini tushundim. Hali u meni oxirigacha jonimdan to'ydirgani yo'q.
Ha, mendan osonlikcha qutula olmaydi. Pul meniki bo'ladi. Men unga egalik qilishim kerak. Bundoq qarasam, bu gaplarni yolg'iz o'zim xonada ovoz chiqarib gapirayotgan ekanman. O'tirib ko'zim ilinibdi. Ozgina tovushdan ham cho'chib uyg'onib ketar va yuragim gursillab urardi. A'zoy badanimni sovuq ter bosdi. Shanba. Pastga tushdim. Mashinaga o'tirib, duch kelgan tomonga maqsadsiz asta yurib, bir joydan gazeta sotib oldim. Politsiya Finleyning mashinasini aeroportdan topibdi. Sirli qotil shaharda qidirilyapti. Charissa Finley haligacha mening familiyamni esla olmayapti. Ularning ixtiyorida endi faqatgina mening ta'rifim qolgan edi. Lekin ular borgan sari menga yaqinlashib kelishmoqda. Xalqqa torayib bormoqda edi. Aqldan ozishimga ham bir baxiya qolgan. Yo'q. Bunga nuqta qo'yish kerak. Uni hali yo'q qilish qudratiga egaman. Madalina o'zini xotirjam ko'rsatgani bilan shuni aniq bilardimki, u ham ichidan hayajonda edi. Politsiya meni izlayotganini bilar. Agar ular meni tutishsa, o'zi ham qo'lga tushishini tushunardi. Uning toshdan ham qattiq yuragida nimalar yashirinib yotgani faqat Xudoga ayon. Lekin bironta inson zoti mana bunday og'ir yukni ko'tara olmaydi va oxir oqibat taslim bo'ladi. Ozgina qoldi. Uning meni o'ldirishiga yo'l qo'ymasligim va o'zimni ham aqldan ozdirmasligim kerak. Shu bilan birga uni ham o'ldirib qo'ymasligim shart. Agar shunday qila olsam, Madelinaning toqati toq bo'lib, mendan oldin taslim bo'ladi va qaysi bankka qaysi ism sharif yozilganini aytib beradi. Men uni kuzata boshladim. Basharasidan uning taslim bo'lish niyati yo'qligini sezib bo'lmasdi. Mutlaqo. U quyoshda cho'zilib yotgancha allaqanday kuyni xirgoyi qilardi. Suziga o'xshab gapirishga o'rgangan. O'z rolini zo'r artistday o'rniga qo'yardi. U noz bilan gapiradigan, yoqimli qiyofaga kirgan va mutlaqo asabiylashmasdi. Bankdagi po'lat sandiqlarni o'zi aytgandek 1 yilga ijaraga olgan. Madalina yotoqxonaga kirgandan bir muncha keyin uxlab qolibman. Qachon va qancha uxlaganimni bilmayman. Liftga qulog'imni ding qilib o'tirganimni eslayman. Qarasam, divanchada uxlab yotibman. Qandaydir yoqimsiz shovqindan uyg'onib ketdim. Boshimni ko'tarib, qayoqda yotganimni bilolmay xonaga esankirab qarab chiqdim. Keyin Madalinaga ko'zim tushdi. Yalang'och badaniga ertalabki xalatni kiyib olgan, qo'lida qaychi. U oyoq yalang edi. Ehtiyotkorlik bilan bir necha mayda qadam tashlab, mening o'ziga qarab turganimni sezdi-da, kulimsiradi. "O, noz uyqularni buzibman-da. Afsus." Men go'yo qotib qolgandek bir og'iz ham gapira olmadim. Qo'lidagi qaychini ko'rganimni bildi-da, qo'lini ko'tarib sochini silab qo'ydi. Keyin salpa sochlarini tartibga keltirib qo'yib, jinday ichmoqchi bo'lgan edim. Oshxonaga chiqib, bir piyola quyib olaman. Men turib o'tirdim. Nima deyishimni bilmay, uzun qaychining o'tkir tig'lariga tikilib qoldim. Madalina xonaga kirib keldi. Qarshimda o'tirib, yumshoq kursiga suyaldi. "Rostdan ham sizni uyg'otib yuborganimdan afsusdaman", dedi. "Endi uyg'onishga uyg'ondingiz. Keling, chekishib, birpas valaqlashib o'tiramiz." Men juvonning basharasiga hadiksirab qaradim. U sigareta tutatdi-yu, chordana qurib o'tirib oldi. Yubka xalati ostida hech qanday kiyimi yo'qligi uni hijolatga qo'ymayotgan edi. "Juda shinam xona, to'g'rimi?" dedi u sekin. Men galvars uni taslim bo'ldi deb yuribman-a. Yuragimning tub-tubida go'yo bir narsa yorilganday tuyulib ketdi. Tishimning takillab ketishi eshitilmasin deb qimir etmay o'tirardim. U qo'lidagi qaychini o'ynay boshladi. Tirnoqlarini to'g'rilamoqchi bo'lganday qaychini ochib, uzun yaltiroq tig'larini barmog'ining uchlariga to'g'riladi. Keyin tabassum qilib menga qaradi. Bu yer shunday tinch, osoyishtaki, men jon deb bir umr shu yerda qolgan bo'lardim. Siz mana bu she'rni eshitganmisiz?
qaychining uchlari yaltirab ketdi. Orom baxsh etib nozik musiqa taralar, qizilgul barglari yerga to'kilganda, tungi tuman quduqlarga cho'kkanda qop-qora cho'qqilarni berkitar. U jim bo'lib qoldi. U yog'imi? Xotirjam ko'rilgan tushlar haqida. To'g'rimasmi? Ehe. Madalina o'ylanqirab menga qaradi. Sigareta tutuni buralib yuqoriga o'rlardi. Tafakkurni o'rab olar musiqa, horg'in kipriklar charchoq ko'zlar uzra cho'kkanda, musiqa bizlarga shirin uyqu ulashadi. Yaxshi, to'g'rimi? Sekin asta portlash darajasiga kelayotganimni his qila boshladim. Lekin o'zimni qo'lga ola bildim. Uning qo'lidagi qaychidan qo'rqmayotgan edim. Meni Madalinaning inson bolasiga xos bo'lmagan kuchli iroda egasi ekanligi, uning bukilmas, yengilmas qudrati hayratda qoldirgan edi. Bunga qarshi menda hech qanday qurol yo'q edi. Butun vujudimni o'rnimdan turib qochib qolish yoki qo'lidagi qaychini tortib olib tomog'iga tirab so'yib tashlash mumkin ekanligini sinab ko'rishdek mayl chulg'ab oldi. Qarshimda chuqur jarlik paydo bo'ldi. Yana bir qadam tashlasam, jahannamga ketaman. Madalina o'rnidan turdi. Aftidan charchaganga o'xshaysiz. Boshqa sizga xalaqit qilmayman, dedi u. Borib uxlay. U odamni qanchalik siqib suvini olish yo'llarini mukammal o'rgangan edi. Yakshanba. Bugun ertalabdan boshlanib to oqshom cho'kkanda tugaydigan g'ayri oddiy kun edi. Bunaqa kun endi boshqa bo'lmaydi. Bugungi kun qachon portlashini kutib o'tadigan so'ngsiz daqiqalardan iborat edi. Bu to'pga qo'yilgan pilta yonib tugashi bilan portlaydi. Uning tugashiga atigi 1 santimetrcha qolgan. Yarim kechaga borganda boshqa madorim qolmaganligiga ko'zim yetdi. Tashqariga chiqishim kerak bo'lib qoldi. Pastga tushib mashinaga o'tirdim-u, asta sohil tomon haydab ketdim. Borib, do'ngliklar orasida mashinani to'xtatdim. Atrof qop-qorong'u. Muzdek yel esib turibdi. Mashinadan tushib 5 qadam nari ketdim-da, bir do'nglikka o'tirdim. O'tirdim-u, hushimdan ketdim. Bilganim shu bo'ldiki, atrofimda har xil ot o'yinlar bo'lyapti. O'zim bo'lsam, qo'lida bog'lam pul ushlagan, lekin qovog'idan qor yog'ib turgan sariq sochli qizlarning o'rtasidaman. Keyin ko'z oldimni qora parda qoplab oldi. Birdan hushimga kelib, atrofimga alangladim. Ko'zimga nur tushib, mendan bir necha metr narida qorong'ilikda mashina to'xtadi. Cho'ntak fonari yondi. Eshigi ochiq Pontiakning oldida nur chayqala boshladi. Men nafasimni ichimga yutib yotib oldim. Nur yer ustida u yoqdan bu yoqqa yugura boshladi. Mashinadan tushgan odam ko'rdiki, mashinamda hech kim yo'q. Keyin fonarni o'chirdi. Mashinaning eshigi ochilib yopildi. Men qimirlamadim. Qutulishning mutlaqo iloji yo'q. Ehtimol meni qorong'ilikda payqamas. Yana cho'ntak fonari yondi. Nur chap tomonimdan sirg'alib o'tib ketdi. Bu safar yuzimni yoritdi. O'tkir nurdan ko'zlarim qamashib ketdi. "Bu yerda nima qilib yotibsiz?" deb so'radi erkak kishi. "Mazangiz yo'qmi yo masmisiz? Hov!" O'rnimdan irg'ib turdim-da, unga tashlandim. To'pponchasini chiqarishga ham ulgura olmadi. Mo'ljallab turib basharasiga musht tushirdim. U ham meni urdi. Qum ustida yoqalashib ketdik. Yoqasidan bo'g'ib turib yana urdim. U bu safar bir qaltiradi-yu, chalqancha tushib qimirlamay qoldi. Uning cho'ntak fonarini olib yuzini yoritdim. U hushdan ketgan edi. Men mashinasining oldiga bordim-da, kalitini olib qorong'ilikka uloqtirib yubordim. Fonar bilan yo'lni yoritib mashinamga bordim-u, haydab ketdim. Undan-ku qochib qutuldimmi? Lekin bu yog'iga vaqtim ozgina qolgandi. Endi bu hodisa shaharda hammaning og'ziga tushadi. Qirg'oq bo'ylab borar ekanman, hushimga keldim. Fikrlarim ham tiniqlasha boshladi.
hali pulni qo'lga kiritishdan umidimni uzganim yo'q. Men Madelinani tiz cho'ktirib yengishim kerak. Ertalab soat 5 ga yaqin mashinamni uyimdan uncha uzoq bo'lmagan yon tomondagi ko'chaga qo'ydim. Sharqdan osmon qizarib kela boshladi. Uyga kirganimni hech kim sezgani yo'q. Zinadan yuqoriga chopib chiqdim. Bu so'nggi kun edi. Bir necha soatdan keyin biz yashirinishimiz kerak bo'ladi. Yo'q, deb o'yladim. Men yashirinishim kerak. Madelina yotoqxonada edi. Men olovga qahva qo'yib, vannaxonaga kirdim. Qaynoq dushga tushdim. Keyin o'zimga kelish uchun ustimdan muzdek suv quydim. Bu vaqtda qahva ham qaynadi. 2 piyola viskini tez-tez ichib, ustidan qaynoq qahva ho'pladim. Keyin sigareta chekib, Madelinani kuta boshladim. Uni uyg'otishdan ma'ni yo'q. Chunki banklar ertalab soat 10 dan ochiladi. Soat 8 larda uning turib vanaga kirib ketganini eshitdim. Oradan bir necha daqiqa o'tib, egnida kalta nimcha kiygancha chiqib keldi. "Salom", dedi u yoqimli ovozda. "Uyquga to'ydingizmi?" O'rnimdan turib uning oldiga bordim. "Ismu shariflar masalasi qandoq bo'ldi?" deb so'radim. "Eslay oldingizmi?" U masxaromuz kulib qo'ydi. "Unchalik ishonchim komil emas." Uning yelkasidan tutib silkitdim. "Xo'sh, qanaqa ekan? Namuncha shoshasiz? Hali oldimizda 1 oy vaqt bor-ku." Men indamay orqamga o'girildim. Borib, o'zim bilan unga 1 piyoladan qahva quydim. O'tirdik. Men og'zimga sigareta olib, unga olov tutdim. "Yaxshi", dedim keskin ohangda. "Boshlang. Nimani xohlayapsiz?" U qoshini chimirdi. "Nimani nazarda tutyapsiz?" "Buni juda yaxshi bilasiz", deb javob berdim. "Men yengildim. Boshqa ilojim yo'q. Bu yerdan zudlik bilan ketishimiz kerak. Meni politsiya qidiryapti." Men sigareta tutatib, gugurt cho'pini kuldonga tashladim. Keyin yana Madelinaga yuzlandim. "Siz politsiya sizni emas, meni qidirishayotganini yaxshi bilasiz. Shunday emasmi?" U bosh irg'adi. "Shunday deb o'ylagandim." "Okey. Bunga sizdan ko'ra ko'proq mening asabim chidar deb o'ylagandim. Boshqa chida olmayman. Toqatim qolmadi. Bundan 2 soat muqaddam dengiz bo'yida qo'lga tushayozdim. Yetar endi. Bu yerdan tuyoqni shiqillatishimiz kerak." "Shunaqami?" dedi u asta. Keyin qo'shib qo'ydi. "So'zingizni bo'lgan bo'lsam uzr. Nazarimda siz yana nimandir demoqchi bo'layotganda edingiz. To'g'rimi?" "Yaxshi", dedim jahl bilan. "Qanchasini xohlaysiz? Yarmi yetadimi? Bundan ortig'i ortiq. Unutmang, kalitlar menda. Yo yarmini olasiz, yo hech nima." Madelina o'zini sal orqaga olib kulib qo'ydi. "Menimcha, juda yaxshi taklif. Lekin siz men uchun bu ishning boshqa tomoni ham borligini o'ylab ko'rganingiz yo'qmi? Eslab ko'ring. Men shunga ishora qilyapman." "Qaysi tomoniga?" "Meni anoyi deb o'ylamang. Shu gapni oldinroq aytganingizda shuncha ruhiy azoblarga duchor bo'lmagan bo'lardingiz." "Afsus", dedim o'zimni unga ishongandek ko'rsatib. "Bu mening xatoyim. Yarmiga rozimisiz?" U piyolasini silab biroz o'ylab turdi. Keyin shunday deb javob berdi. "Ha. Janubiy sohillarga yetib borganda ajrab ketishni xohlasak." Men unga ajablanib qaradim. "Bu bilan nima demoqchi bo'lasiz?" Madelina boshini ko'tardi. Uning boqishlari Madelina Batlerga qaraganda ko'proq Suziga o'xshab ketardi. "Bunday qilish menga juda og'ir. Siz meni to'g'ri tushunibsiz. Ehtimol u yerda ajrashgimiz kelmay qolar." "Qiziq", dedim asta. Men ham xuddi shu haqda o'ylagandim.
Uning lablarida yurakni jiz ettiradigan yoqimli tabassum o'ynadi. Agar boshqa odam qiyofasiga kiradigan bo'lsang, zohiran emas, botinan ham kirishing kerak bo'larkan. Men sizga endi Suzi Mambli rolini o'ynayotganim yo'q deb aytgandim-ku. Men Suzi bo'ldim va bu borgan sari menga yoqmoqda. So'nggi kunlarda men uning tabiatidagi juda ajoyib hislatlarni kashf etdim. Menimcha, buni siz ham payqagan bo'lsangiz kerak. Men turmoqchi bo'lgan edim, imo qilib qayta o'tirishga majbur qildi. Li, shoshilmang. Shuni unutmangki, Suzining tabiatida mening o'tmishdagi fe'l atvorimdan hech vaqo yo'q. Suzi o'zgarishni to'xtatishi kerak bu yog'iga. Gapimni tushundingizmi? U gapdan to'xtab qoldi. Keyin men gapirmasimdan oldin qo'shib qo'ydi. Endi bu haqdagi gaplarni bas qilaylik. Hali oldinda qiladigan ishimiz bir talay. Biz mehmonxonaga kirib, kichik divanga o'tirdik. Madalena juda hayajonda edi. Men uchala kalitni olib, stol ustidagi oynaga qo'ydim. U kalitlarni ushlab, birin-ketin menga uzatdi. Mrs. Guare L. Carsters, dedi u. 3-milliy bank. Mrs. James R. Heads, kredit kompaniyasi. Miss Lucilla Manning, Sohilbo'yi banki. Pulni olishga kelganda Madalena hammasini risoladagidek yaxshi esladi. Men yana kalitlarni olib, hamyonimga solib qo'ydim. Madalena soatiga qaradi. Chorakkam 9 bo'libdi. Bank soat 10da ochiladi. Men sochlarimni to'g'rilashim va undan tashqari bir ikkita ko'ylak ham sotib olishim kerak. Men portlab ketdim. Hech qachon. Ular mening shahardaligimni bilishadi. Har bir daqiqa kechikishimiz biz uchun juda xatarli. U gapimni bo'ldi. Uyda o'tirsangiz, buning xatarli joyi yo'q. Bunaqa alvasta ahvolimda bankka borishim mumkin emas. Sizga ehtimol juda chiroyli ko'rinayotgandirman. Lekin meni ko'chada ko'rgan har bir ayol sochini etikdo'z kesibdi deyishi tayin. Keyin mana bu kostyum ham undan battar. Xuddi olabo'jiga o'xshayman. Bunday holda tavakkal qilishimiz mumkin emas. Aslo. Men odamlarning e'tiborini jalb qilmasligim kerak. Bironta ham odam bolasi meni shu ahvolda bankdagi po'lat sandiqni ijaraga olganimga ishonmaydi. Hech narsa deya olmay qoldim. U to'g'ri gapirayotgan edi. Soat 12dan kechikmay qaytib kelishga va'da berdi. Shu bor yo'g'i 2 soat vaqt deb janjallashib o'tirish o'rinsiz edi. Madalena o'tirib har xil go'zallik salonlariga qo'ng'iroq qila boshladi. Oxiri bittasi kelavering dedi. Men unga hamyonimdagi puldan $200 berdim. U telefon bilan taksi chaqirdi-da tashqariga yo'naldi. Eshikka borganda menga o'girildi. Yana chiroyli bir tabassum hadya qilib chiqib ketdi. Qiziq, dedi u. Shu eshikdan Madalena Butler bo'lib kirib kelgandim. Endi esa Suzi Mambli bo'lib chiqib ketyapman. Yaxshi kayfiyat bilan chiqib ketishimni xohlamayapsizmi? Tilagini bajo keltirdim. Lablarini mening lablarimga bosganda men endi haqiqiy Suzini his qildim. U bir lahza bag'rimga kirdi. Endi oramizdagi hamma to'siq olib tashlandi, dedi-da chiqib ketdi. Men asabiylashib sigareta ketidan sigareta chekar va tinimsiz xonada u yoqdan bu yoqqa yurardim. Dam sayin liftga quloq tutaman. To'xtaganda dahshatga tushaman. Shaharda yurishimni eslasam, asablarim qaqshardi. Shaharning hamma ko'chalarida politsiya izg'ib yuribdi. Ularning ko'ziga tushmaslikning birdan bir yo'li mashinaning ichida o'tirish edi. To'g'ri, mashinam qanaqaligini yaxshi bilishadi. Lekin politsiyachilar uning raqamini bilishmaydi. Mashinaning ichida o'tirgan odamning afzalligi shunda ediki, uning bo'yini hech kim bila olmasdi. Politsiya aniqlab olishi mumkin bo'lgan asosiy narsa bo'yimning novchaligi edi. Men yana bir boshidan tushib o'ylay boshladim. Madalenaga pulni oliboq avtostrada tomonga jo'naymiz deb aytdim. Lekin so'nggi daqiqalarda nimalardir xayolimga kelib, uyimga kiramiz-u,
u yerdan yolg'iz o'zim chiqib ketaman deb qo'ydim. Keyin o'zimga nahotki u meni Suzi Mamblining tuzog'iga ilinadigan laqma deb o'ylagan bo'lsa, deb savol bera boshladim. Axir bankdagi pulni qo'lga kiritgandan keyin Madalena Batler o'lmaganligini, u tirikligini biladigan yakka-yu yagona odam faqatgina men ekanligim unga aniq ravshan bo'lishi kerak-ku. Men stolga o'tirib politsiyaga xat yoza boshladim. Uni konvertga solib, kostyumimning ko'krak cho'ntagiga joyladim. Shahardan chiqqanimizdan keyin konvertni shahar tashqarisidagi bironta pochta qutisiga tashlab ketaman. Xat kamida 12 soatlardan keyin politsiya qo'liga tushishiga ishonchim komil edi. Boshqa shaharda tashlab, xat ularning qo'liga bir kun keyin tushgandan ko'ra, mana shunisi ma'qul edi. Shunda politsiya qaysi tomonga qarab ketganimni bila olmay qoladi. 12 soat yetarli. Hamyonimda 120 ming tursa, politsiya qotillikda ayblab meni qidirmayotgan bo'lsa, men istagan narsa xuddi mana shu 12 soatning o'zi-ku. Bu vaqt ichida istagan joyimga yetib ola olaman. Men uyimga qaytib kelganimizda uning eski kiyimlariga qo'shib hamma yangi kiyimlarini axlat qutisiga tashlab yuborishim kerak. Keyin uydan chiqib ketaman. Madalena qip-yalang'och uydan ko'chaga chiqib keta olmasa kerak. Politsiya faqatgina uni olib ketgani keladi. Albatta, u qattiq janjal ko'taradi. Mening belgilarimni politsiyaga aytib beradi. Mana bular unga yordam berishi amri mahol. Agar meni tutib olishadigan bo'lsa, hamma aybni qo'yishlari mumkin-u, lekin qotillikda ayblay olmaydi. Asablarim nihoyat darajada taranglashib ketdi. Joyimda xotirjam o'tira olmay qoldim. Mana, nihoyat soat ertalabki 11. 11dan chorak o'tdi. Soatga qaramaslikka harakat qildim. Nazarimda soat millari yurmayotganday, to'xtab qolganday edi. Har safar liftning ovozini eshitganimda eshikning taqillashini kutib qotib qolardim. Keyin eshik taqillab qolsa, borib ochishga madorim yetarmikin deb o'z-o'zimdan so'rab qo'yardim. 10:12da Madalena qaytib keldi. Zo'r-bazur borib eshikni ochdim. Sochini qoyilmaqom qilib qo'yishibdi. Rangi malla yaltirardi. Qo'lidagi qutida shlyapa va 3 ta tuguncha bor edi. U hayajonlanar, xursand va baxtiyor ko'rinardi. "Shoshmang, avval kiyinib o'zimni sal-pal tartibga keltirib olay", dedi u. "Shoshil, Xudo haqqi tez bo'l." U yotoqxonaga kirib ketdi. Kutib o'tirar ekanman, qornimda qandaydir toshlar bir-biriga urilib quldirayotganga o'xshardi. So'nggi daqiqalarda chidab bo'lmay qoldi. 10 daqiqalardan keyin u chiqib yonimdan o'tib ketdi. Xonaning o'rtasiga kelib menga o'girildi-yu, haykalday qotib turdi. U haqiqiy Suzi Mamblining o'zi bo'lgan qo'ygan edi. Katta shlyapa chakkasiga yopishtirib qo'yilganday boshiga qiya qo'ndirilgan. Og'zi qulog'ida qisqa yengli yozgi guldor ko'ylagi badaniga yopishib turardi. Oyoqdagi poshnasi 8 santimetrli oq tufli tasmalar bilan o'ralgan. Oyoqlardagi yupqa neylon paypoq xuddi ko'z-ko'z qilish uchun kiyilganday edi. Qo'llardagi uzun-uzun oq qo'lqopning tagidan qoraygan qo'llari sezilib turardi. "Xo'sh", dedi u jilva qilib. "Ijoding o'zingga ma'qulmi?" "Esim og'ib qolay", dedi. Javob berdim men. "Bu haqda keyinroq esimga sol. Hozir esa jo'nashimiz kerak." "Okey", dedi u va menga qarab qo'ydi. "Li, soqolingni olmabsan-ku?" Mutlaqo unutibman. Odatda dushga tushganimdan keyin soqolimni olardim. Bu safar shoshilinchda esdan chiqibdi. "Ha, rostdan-a", dedim. "Hozir soqol olishga vaqt yo'q." Yuzimni qo'llarim bilan silab ko'rib, 3 kundan buyon soqol olmaganim esimga tushdi. So'kina vannaxonaga kirdim. Galstugim bilan ko'ylagimni yechib tashladim. Soqol olayotganimda Madalena yotoqxonani tozalar edi. Vannaxonadan chiqqanimda u meni kutib o'tirardi. "Pulni ot solish uchun yana biron nima olish kerak", dedi u. "Pul juda ko'p."
yo'lda biron yerda to'xtab portfel ola qolarmiz, dedim. Yo'q, shoshmay tur. Chamadoningda nima bor? Ha, buni o'ylamabman. Ichi keng, ko'p narsa sig'adi. Eski kiyimlarimni baribir olmayman. U yotoqxonaga kirib, chamadonni ko'tarib chiqdi. Men kostyumimni stulning yonboshidan olib kiydim. Endi ketishga tayyor bo'lgan edik. Ketdik, dedim. Ko'chaga chiqib, mashinamga yaqinlasha boshlaganimizda etim jimirlashib ketdi. O'zimni qo'lga olishga urindim. Mashinaga o'tirdik. Men qora ko'zoynak olib, ko'zimga taqdim. Asta yurib bordik. Qatnov avjida, kun issiq, kostyumda darrov terlab ketdim. Svetoforlarda ehtiyot bo'ldim. Shu bilan boshqa mashinalarni ham nazardan qochirmadim. Biron mashinaga mashinamni urib olishim o'lim bilan teng degan so'z. Bir safar patrul mashina bizga yetib oldi va bir muncha vaqt yonma-yon ham yurdi. Asabim buzila boshladi. Lekin politsiya mashinasi bizga e'tibor bermadi. Navbatdagi chorrahoda chapga burilib ketdi. Endi biz shaharda qator-qator bo'lib ketayotgan mashinalarning o'rtasida edik. Men Sohil bo'yi banki va Milliy bank joylashgan Avalon Street ko'chasiga chap tomonga burila olmadim. Uzoqdan aylanib kelishga to'g'ri keldi. Avalon Street ko'chasidan birinchi bor yurganimda mashina to'xtash mumkin bo'lgan joy qayerdaligini ko'rganim yo'q. Bo'sh joyni Sohil bo'yi banki yaqindan topdim. To'xtab, ikkita kalitni chiqarib, Madalinaga berdim. Shu yerda kutib turaman, dedim. Sohil bo'yi bankida ishni bitkazganingdan keyin 3-Milliy bankka o't. Keyin qaytib kelib, Xuanov muyulishga kelib tur. U yerdan chapga qayrilib ketishim oson. Seni ko'rishim bilanoq oldinga yetib boraman. Mashinaga chiqasan-u, kredit kompaniyasi bank tomon jo'naymiz. U menga ko'zini qisib kulib qo'ydi. Suzining yurishini bir tomosha qil, dedi u. Madalina xotirjam edi. Mashinadan chiqib, mo'jazgina chamadonchasini qo'liga oldi. Men ketidan qarab qoldim. U orqamdagi ko'chadan o'tib, bank zinalaridan ko'tarilib ketdi. Kutgan sari asabim buzila boshladi. Bir joyda o'tirish nihoyatda azob edi. Men sigareta ketidan sigareta chekar va har birini 2 marta tortib, oynadan tashlab yuborardim. Ko'chadagilar menga qaramasin deb engashib mashinaning u yoq bu yog'ini titkilagan bo'lardim. Xuddi o'lja qidirgan akuladay politsiya mashinasi yonimdan sekin yurib o'tib ketdi-yu, ko'zdan yo'qoldi. Men yengil nafas oldim. Kun issiq edi. O'zimcha chisloni hisoblayapman deb nimanidir sanardim. Lekin nimani sanayotganimni aniq bilmasdim. Keyin xayolan Madalinaning shu onda qayerdaligini tasavvur qila boshladim. Hozir qayerda ekan u? U bankning ichiga kirishi, keyin zina orqali pastga tushishi, so'ng katta po'lat eshikdan o'tishi kerak. Kartochkaga qo'l qo'yishi, keyin kalitni navbatchiga berishi lozim. Ular yaltiroq metall bilan jilo berilgan yo'lak orqali asalari uyasiga o'xshash po'lat sandiqlar orasiga kirib borishadi. U yerda bir burchakdan o'ziga qarashli po'lat sandiqni topib ochadi. Pulni olib chamadonga joylaydi. Xotirjam bo'lib ombordan chiqadi. Keyin zina orqali yuqoriga ko'tariladi. Bank binosidan o'tib, ko'cha eshigi orqali trotuarga tushadi. Men orqa ko'zguga qaradim. U bankdan chiqdi. Zinadan tushib, orqamdagi ko'chadan bedana yurish qilib yo'lga bo'ylab kela boshladi. Yonimdan o'tib ketayotganda menga o'girildi-yu, tabassum qilib qo'ydi. Hatto ko'zini qisib qo'ygandek ham tuyuldi. Men yana kuta boshladim. Mashina qo'yadigan maydon tepasidagi soatga qarab qo'yardim. Oradan yarim soat o'tdi. Madalinadan 5 sent to'lab qo'yishini iltimos qilishim kerak. Bo'lmasa, mashinadan chiqib o'zim borib to'lab kelishimga to'g'ri keladi. 5 sentlik chaqa yonimda yo'q edi. U ko'chani kesib o'tish joyiga borganda soat mili 3 daqiqani ko'rsatib turardi. U muyulishda to'xtab, mening kelishimni kuta boshladi. Men mashinani haydab oldiga bordim.
O'tirib olishi uchun eshikni ochdim. Terdan ko'ylagim ho'l bo'lib ketgan, qo'llarim qaltirardi. "Xo'sh, oldingmi?" deb so'radim. "Bari silliq o'tdimi? Qiyinchilik bo'lmadimi?" "Hech qanaqa qiyinchilik bo'lgani yo'q. Keyingi svetoforda to'xtashing uchun sekinroq haydab bor. Senga hozir bir ajoyibotni ko'rsatmoqchiman." Qizil chiroq yondi. Mashinani to'xtatdim. "Qani ko'rsat", dedim. Tomog'im changak bo'la boshladi. "Ko'rsat!" Tizzasining ustida chamadon turardi. U qulfni ochdi-yu, kulimsirab menga qaradi. "Mana." U chamadon qopqog'ini ozgina ko'tardi. Men uning ichiga ko'z yugurtirdim-u, butun borliqni, butun dard alamlarimni bir zumda unutganday bo'ldim. Bu juda g'alati edi. 20 talik, 50 talik, 100 talik banderol qilib bog'langan qalin taxlam pullarni ko'rib, ko'zim qamashib ketdi. U yerga shunaqangi qo'l solgim kelib ketdiki, "Shoshma", deb shivirladi Madalina. U chamadonga oq qo'lqop kiygan qo'lini tiqib banderolni buzdi. Keyin o'ram-o'ram qilingan pullarni taxlay boshladi. Bu ishni juda noziklik bilan, alohida mehr-muhabbat bilan qilardi. Men esankirab qolganimdan mashina ruliga yopishdim. U chamadon qopqog'ini yopdi. Cho'ntagimdan 3-kalitni olib uzatdim. Biz hali ham ko'k chiroq yonishini kutib svetofor oldida turardik. Madalina kalitni sumkaga solgandan keyin qo'lini qisib qo'ydi. U ham bunga javoban qo'limni qisib qo'ydi. "Hammasi ko'ngildagidek bo'lgandan keyin", deb shivirladim. "Uyimga qaytib boramiz. Atigi bir necha daqiqaga. Suzi, bunga qarshi emasmi?" U menga o'girildi. Keyin g'alati qarash qilib tikildi. "Yo'q", dedi u ovozi qaltirab. "Men qarshi emasman. Muhabbat tangrisi Zuhroga qulluq qilgani boramiz. Axir u Galateyaga hayot in'om etgan-ku. Shunday emasmi?" Bu gaplar juda ajoyib, juda yoqimli edi. Omad kulib boqqani haqidagi fikrlar meni shu qadar chulg'ab olgan ediki, svetofor yonib yo'l ochilganini ham o'tkazib yuboribman. Madalina hayotdagi hamma narsaga etak silkib tupurdi. Ehtimol o'ylab ko'rib menga ham tupurgandir. Endi ochko'z Suzini so'nggi bor yer bilan yakson qilishim uchun uyga qaytib boramiz. Bu hali hammasi emas. Eng zo'ri bu yoqda. Men uni qip-yalang'och qilib yechintiraman. Keyin kiyimlarni axlat quvuriga tashlab yuboraman. Shundan keyin $120,000 olaman-u. Hech kim bilan bo'lishmay juftakni rostlayman. Orqamizda signal chala boshlashdi. Shirin xayolim tarqab o'zimga keldim. Kredit kompaniyasining tijorat banki ko'chaning yana mashinani burishim mumkin bo'lmagan tomonda edi. Aylanib kelishga to'g'ri keldi. Bu safar omadim chopdi. Mashina qo'yish manzili kirish ustunlari marmar bilan bezatilgan mahobatli bankdan 15 metrlar chamasi narida edi. Borib mashinani qo'ydim. Madalina meni qo'li bilan turtib qo'yib mashinadan tushdi. Men o'girilib, uning asta bedana yurish qilib bank eshigiga yaqinlashayotganini kuzatib turdim. Keyin bankka kirib ketdi. Endi bir necha daqiqa kutish qolgandi xolos. Sigareta chekishga urinib ko'rdim. Qo'lim qaltirardi. Yonimdan bir politsiyachi mototsiklda o'tib ketdi. Yelkamdan muz bosganday bo'ldi. U menga qaramay to'g'ri ketdi. Yengil nafas oldim. Men ko'zguni orqaga o'girilmasdan bank eshigi ko'rinadigan qilib to'g'rilab qo'ydim. Qaltirog'imni to'xtatish uchun qo'limni o'rindiqqa mahkam bosdim. Men pulni, pardasi tushirilgan yotoqxonamni, Suzini o'ylardim. Vujudimdagi zo'riqishni bosish maqsadida fikrimni sonlarga jalb qilib sanay boshladim. Bankka kirib ketganiga qancha bo'ldi ekan? Esimda yo'q. Vaqt to'xtab qolgandek, borliq nafas olmayotgandek tuyulib ketdi. Keyin Madalina ko'rindi. U bankdan chiqdi-yu, zinadan tushib mashina tomon kela boshladi. Men xayriyat deb chuqur nafas oldim. Ish tamom bo'ldi.
Endi men o'z uyim tomonga ozgina yurishim kerak xolos. Mashinani yurgizib, eshigini ochish uchun qo'limni uzatdim. Madalena mening ko'zimga qaradi-yu, kulib yubordi. U to'xtamadi. Sumkani ushlagan qo'lning 3 ta barmog'ini xayr deganday sal silkitib qo'yib, mashinaning yonidan o'tib ketdi. Ablah. Men mashinaning eshigini ushlagancha qo'rqqanimdan qotib qoldim. Boshim aylana boshladi. Ichimda bir nima uzilganday bo'ldi. Nazarimda o'z ovozimni o'zim uzoqlardan eshitayotgandek edim. Madalena bo'lsa, bedana yurish qilib ko'chadan asta-sekin yurib borardi. Nima qilishimni bilmay qoldim. Men g'ayri shuuriy harakat qila boshladim. Rulni burib yo'lga tushdim. Bir mashina qiqirtirib tormoz qildi. Haydovchi boshini oynadan chiqarib menga baqirdi. Men unga e'tibor qilmay, mashinalarni oralab olg'a o'tib oldim. Hammasi xayolda, xuddi yomon tush ko'rayotgandek edim. Qandaydir bir erkak menga qaradi. Basharamni ko'rmasin deb engashib oldim. Mashinam ilgarilab borar, ortimda signal chalishardi. Chorrahaga kelganimda qizil chiroq yonib qoldi. Mashinani to'xtatdim. Mashinalar orasida ko'k chiroq yonishini kutib turdim. Men labimni qimirlatib, "Bu yoqqa kel, bu yoqqa kel" derdim. U bo'lsa boshqa tomonga qarardi. Svetofor chirog'ini o'zgartirdi. U yo'lkadan chiqdi. Men chorrahani kesib o'tdim. Shunda u orqaga qaytib yo'lakka chiqdi-da, o'ng tomondan kesib o'tgan yo'l bilan ketdi. Men uzoqqa ketib qolgandim va orqaga burilishim mumkin emas edi. Lekin men burildim. Birdan boshim aylanib ketdi. Ko'z o'ngim qorong'ilashdi. Xuddi o'zimni girdobga tushganday seza boshladim. Chap qanot bilan chorrahada turgan mashinaga urildim. Hushtak ovozi eshitildi. Mashinani to'xtatmadim. Keyin borib, piyodalar yo'lda turgan boshqa bir mashinaga urildim. Hamma yoqni hushtak ovozlari bosib ketdi. Qarama-qarshi yurishdan to'g'ri menga qarab politsiyachi kelaverdi. Men gaz berib, chap tomondagi mashinani turtib yubordim. Ikkala ko'cha ham to'xtab qolgan mashinaga to'lib ketdi. Ko'cha bo'ylab asta-sekin qadam tashlab uzoqlashib borayotgan Madalenaga ko'zim tushdi. Mashinaga tormoz berdim-da, irg'ib tushdim. Ikkita politsiyachi menga qarab kela boshladi. Men urgan har ikkala mashinadan erkak kishilar tushishdi. Yana hushtak chalindi. Men sakrab trotuarga chiqib oldim. Meni o'rab olib ushlamoqchi bo'lishardi. Lekin ko'z oldimda faqat Madalena turardi. Chor atrofimda darg'azab olomon, ko'cha bo'ylab esa pulni ko'targancha Madalena Butler borardi. Agar ko'zdan g'oyib bo'lsa, meni osishlari tayin. Men u tarafga qo'limni cho'zgancha o'zimni yo'qotib baqira boshladim. Madalena Butler! Ho, anavi Madalena Butler! Hech kim gapimga quloq solmadi. Biron kimsa unga e'tibor ham qilmadi. Nahotki hech kim ko'rmagan bo'lsa? Meni ushlab olishdi. Qo'limni qayirishdi. Kimdir bo'g'di. Hamma meni so'kardi. Sirena ovozi eshitilib, sal narida mashina to'xtadi. Hamma narsa ko'z o'ngimda qorisha boshladi. Odamlarning qiyofalari g'ira-shira ko'rinardi. Men talpinib, ularga musht tushirardim. Ular ko'zdan yo'qolar, o'rniga boshqa qiyofalar paydo bo'lar. Bular esa ko'paygandan ko'payib borardi. Men kuch bilan trotuar bo'ylab oldinga yurishga intildim. Ana, Madalena yonginamda. Tillarang jingalak sochlari quyoshda tovlanmoqda. Qo'lida $120,000 solingan sumkacha. Mening boshimga musht tushirishdi. Men tizzalab qoldim. To'xtab qolgan mashinalarning orasiga yiqildim. Keyin ularning orasidan o'rmalay boshladim. "Ushlanglar uni!" qichqirdim. "Ushlanglar! Madalena Butlerni ushlanglar!" Meni yana o'rab olib mahkam ushlashdi. Har tomondan musht yog'ilib ketdi. Lekin men og'riqni sezmas va bir amallab Madalenaning orqasidan o'rmalashga harakat qilardim. Nihoyat yo'lakka chiqib olganimda u mayda qadam tashlab yaqinimga keldi. Meni aylanib o'tarkan, o'girilib bir qarab qo'ydi. Uning qarashida sovuq bir kalondimoqlik va nafrat zuhur etib turardi.
Keyin yana o'sha yurishda uzoqlab ketdi. Basharamdan qon oqa boshladi. So'nggi bor qulashimdan oldin uni yana bir bor ko'rib qoldim. U endi muyulishga yetib olgan edi. Alvido deganday dumbalarini dirkillatgancha g'oyib bo'ldi. Men aqldan ozganim yo'q. Men ham sizlarga o'xshash binoyiday odamman. Ishonavering. Tasavvur qiling-a, Madelina Batler hali tirik. Tushunyapsizmi? Tirik. Qahqahlab kulib yuribdi. U erkinlikda. Shu bilan birga qo'lida $120,000 ham bor. Bu pullarni undan tortib olish uchun 5 kishi urindi. Ulardan ikkitasi narigi dunyoga ketdi. Ikkitasi turmada. Men esam panjara ortida o'tiribman. Ular har daqiqada uni topishi mumkin. U tirik deb ishontiradigan bo'lsam, kallasini qimirlatib qo'ya qolishadi. Chunki u sochini malla qilib olgan, boshqa o'ylab topgan soxta ismi sharif bilan yashayapti. Ko'rinishidan yengil tabiat qizga o'xshaydi. Yurishi, qiliqlari ham shunga mos. Lekin u Madelina Batler. Meni hibsga olishgandan keyin 24 soat so'roq qilishdi. Men chiroqda, yorug' nur ostida, ular esa yarim qorong'ulikda o'tirishdi. Aerodrom, vokzallar, avtobus yo'llarini o'rab olinglar. Qochib ketmasin deganimga qaramay, pulni qayerga berkitding? Deb menga tinimsiz savollar berishdi. Oxiri men yorug' nur ostida stulda o'tirganimcha uxlab qoldim. Bu vaqtda albatta Madelina uzoq-uzoqlarga ketib qolgan. Lekin uni o'ldirmaganimni isbotlab bera olarmidim? Mutlaqo yo'q. Nihoyat menga advokat olishga ruxsat berishdi. Men bu voqealarni bir necha bor takror aytib beraverganimdan keyin oxiri ishontirdim. Advokatning iltimosi bilan politsiyachilar uyimni tintuv qilishdi. Taxminimcha, ertalabki xalati, shalvari, shipagi va shunga o'xshash mayda-chuyda arzon-garov narsalari uyda qolgan bo'lishi kerak edi. Bularni qaysi magazinlardan sotib olinganini aniqlash ham mumkin edi. Mazkur lashrushlar Madelina Batler mening uyimda haqiqatan ham yashaganiga dalil bo'lib xizmat qilardi. Oxiri shunday bo'lib chiqdiki, ular uyimdan hech vaqo topisha olmadi. Hech nima. Na shalvar, na shlyapa qutisi, na shippak va na yangi ko'ylak o'ramasi. Hech nima yo'q edi. Hatto na lab bo'yog'i qolgan, na sigareta qoldig'i. Viski shishalarda va piyolalarda barmoq izlari ham topilmadi. Yostiqlarda lab bo'yog'ining izlari deysizmi? Sochni 6 oylik jingalak qiladigan asbob va soch bo'yog'ining qoldig'i deysizmi? Bulardan asar ham yo'q edi. Keyin ular bu xonadonda hech kim yashamagan degan xulosaga kelishdi. Asta-sekin menga hamma narsa ravshanlashib bordi. U meni hibsga olishgandan keyin uyimga kira olishi mumkin emasdi. Chunki kalit yo'q edi. Nazarimda bularning hammasini uydan chiqishimizdan oldin men soqolimni qirishga kirib ketganimda amalga oshirgan. Hamma yoqni yaxshilab artib tozalab bo'lib, barcha kiyim-kechak va ashqol-dashqollarni axlat quvuriga tashlab yuborgan. U men qilmoqchi bo'lgan hamma ishni bajargan. Faqat otni mendan oldin qamchilab qolgan. Kostyumimning cho'ntagidagi xatni ham o'qigan. Ular mendan o'zingiz Madelina Batlerni uyingizda yashirib o'tirsangiz-u, yana uni qayerdan topishimiz haqida politsiyaga xat yozsangiz, buni qanday tushunish mumkin deb so'rashdi. Men buni ularga tushuntirishga harakat qildim. Lekin pul haqidagi savollar jonimni hiqildog'imga keltirib yubordi. Xuddi ana shu narsa sababli advokatim qanchalik talab qilmasin, politsiyaning Diana Jamesning jasadini olib tekshirishiga monelik qildi. To'g'ri, bugun emas, bunga boshqa sabablar ham bor edi. Shunday bo'lib chiqdiki, politsiyachi Madelina Batlerning yuzini fonar bilan yoritib turganda, men boshiga urganimdan keyin uni hech kim ko'rmagan edi. Charissa Finleylarning biz mashinaga o'tirib Blackgauzdan o'tganimizdan keyin bir-birimizni o'ldirishimizga ishonchlari komil edi. Kichik shahardagi benzin quyish shoxobchasida turgan yigit yong'in bo'lgandan 4 soat keyin o'tgan mashinada bir o'zim bo'lganligimni ma'lum qildi.
ko'cha harakatini tartibga solib turadigan 2 politsiyachi bo'lsa, meni 7 kishilashib bazur qo'lga olishganini aytishdi. Trotuarda Madalena Batler ketayotgan edi deb rosa uringanimni xayolparastlikning salbiy oqibati sifatida asablar zo'riqib ko'zga ko'ringanlikka yo'yishdi. 20 ta guvohdan ko'rsatma olishdi. Hammasi bir ovozdan Madalena Batlerga o'xshagan ayolni ko'rmadik deb aytishdi. 8 kishi rostdan ham malla sochli didsiz kiyingan, boshida katta shlyapasi bo'lgan bir ayolni ko'rdik. Lekin uni kim Madalena Batler desa aqldan ozibdi deyishdi. Men radioni tashlagan paytda ko'rgan bolalarni so'roq qilishdi. Ular ham ta'mirga berishganini aytishdi. Usta kimdir ichini pichoq bilan kavlabdi debdi. Usta bu gapni qasam ichib tasdiqlabdi. Ular aybdorlik tuyg'usi meni aqldan ozdirgan degan qarorga kelishdi. Men o'ldirgan ayol haqida har kuni ma'lumot berib turganligi uchun radioning simlarini pichoq bilan qirqib tashlaganmishman. Men o'ldirgan ayol xuddi uyimda turgandek ko'rinavergani sababli qirg'oqqa borib uxlaganmishman. Har bir ayol Madalena Batlerga o'xshab ko'rinavergani sababli shaharga chiqqanmishman. Har holda bu taxminlar hal qiluvchi rol o'ynamadi. Eng asosiysi pul haqidagi mashmasha bo'ldi. Bu politsiyachilar mening uyimga kelgandan keyin qalqib yuzaga chiqdi. Men nimani gapirgan bo'lsam, ular boshlarini attang deganday sarak-sarak qilib qo'yishar, yo bo'lmasa umuman eshitishmasdi. Lekin men 15 martacha Madalena Batlerning bankka qanday kirib, qanday chiqib ketganini takrorlayverganimdan keyin buni ham tekshirib ko'rmoqchi bo'lishdi. Ular meni bu narsa ham oldingilariga o'xshagan yolg'on bo'lib chiqsa, shu bilan ishni to'xtatamiz deb ogohlantirib qo'yishdi. Mening aytganlarimni tekshiraverish ham ularning jonlariga tekkan edi. Men yengil nafas oldim. Mana endi aqldan ozmaganim o'z isbotini topadigan bo'ldi deb quvondim. Ular har uchala bankning xizmatchilarini so'roq qilishdi. Na Mrs. Gary L. Carsters, na Mrs. James R. Heads, na Mrs. Lucilla Menlarning birontasi bank po'lat sandig'ini ijaraga olmagan ekan. Ular hatto bunaqa nomlarni eshitmagan ham ekan. Men tasvirlab bergan ayolga o'xshash bironta ham xotin o'sha kuni po'lat sandiqdan hech nima olmabdi. Aksincha, Mrs. Madalena Batler o'zi asos solgan tarixiy jamiyat bankidagi po'lat sandiqlardan ko'p yillardan buyon foydalanar ekan. Ularda har xil hujjatlar va oilaviy qog'ozlarni saqlar ekan. Menga bu haqda ma'lum qilishganda qorovulni chaqirishga majbur bo'ldim. Mana shu $120,000 4 kecha-yu 4 kunduz mening uyimda turganligi esimga tushsa, hatto hozir ham baqirib qichqiraman, xoxolab kulaman. Bu pullar yo chamadonchaning ichida, yo to'shakning tagida turgan ekan. U bu pullarni hamma vaqt o'zi bilan olib yurgan ekan. Radiodan berilgan ma'lumotni esa haqiqatan ham eshitmagan. Politsiya seni emas, meni qidiryapti deb unga mening o'zim aytganman. U aftidan buni fahmlab yetgan. Lekin aytib tavakkal qilgisi kelmaganda, avvaliga haqiqiy Suzi Mambli bo'lishga, keyin esa yashirinib olishga qaror qilgan. Yo bo'lmasa, shular esimga tushsa, kechalari dodlab uyg'onib ketaman. Ehtimol menga nisbatan bunday qilmoqchi bo'lmagandir ham. Ehtimol men bilan rostdan ham uzoq-uzoqlarga ketmoqchi, hayotini boshqatdan boshlamoqchi ham bo'lgandir. Men omadimni, baxtimni shu yerda boy bermadimmikan? Buning uchun uning po'lat sandiqlar haqidagi yolg'onlarini bilmasligim, bir yoqadan bosh chiqarishim, politsiyaga xat yozmasligim kerak edi. Balki shuning uchun ham o'zini po'lat sandiqlardan pul olayotganday qilib ko'rsatgandir. O'zingiz o'ylab ko'ring. Men buni idrok qila olmasdim va idrok qila olmadim ham. Undan tashqari, men soqolimni olishga kirib ketganimda cho'ntagimdagi politsiyaga yozgan xatimni olib o'qigan va butkul fikri o'zgarib, o'ch olish va meni butunlay yanchib tashlash fikriga tushgan bo'lishi mumkin. Oxirida menga ko'rsatgan o'yinlari shundan dalolat berib turibdi. Birinchi Sohilbo'yi bankida
muyulishda bu yoqdan kirib narigi yon eshikdan chiqib ketishi va yashirinib olishi ham mumkin edi-ku. Bu uning uchun juda oson va bexatar edi. Ha, u politsiyaga yozgan xatimni o'qigan. Ana shundan keyin pulni ko'rsatib o'yin qildi. O'shanda Suzi Mambli qiyofasida o'zini menga bog'lanib qolganda yaqin oldi. Zerikmay, men haqimda yaxshi xayol surib o'tirsin deb shunday qildi. Nima uchun kechalari uyg'onib ketishim sabablarini endi tushungandirsiz. Har kuni uni tushimda ko'raman. Mana, men Madelinaning so'nggi bankdan chiqishini mashinamda kutib o'tiribman. Ana u bankdan chiqib, bedana yurish qilib trotuardan kelyapti. Sochlari tillarang, quyoshda tovlanadi. Ana, maftunkor tabassum bilan yozgi yengil ko'ylakda dumbalarini dirkillatib kelyapti. Men esam bir necha daqiqadan keyin uyimga kirib boramiz deb o'ylayman. Pardalar tushirilgan, xona nimqorong'i. Kravat yonida yerda chamadon ochiq, ichida $120,000. Qalin qog'ozlarga o'ralgancha turibdi. Yon tomonda esa shosha-pisha yechib otib tashlangan naylon paypoqlar. Keyin Madelina chap qo'lining uchta barmog'ini silkitadi. So'ngra yonimdan o'tib, ko'cha bo'ylab ketaveradi-da, ko'zdan g'oyib bo'ladi. Men bo'lsam, shaharning qoq o'rtasida mashinamda sonsiz mashinalar orasida qisilgan go'yo qolaveraman. 200 tacha politsiyachi meni tutmoqchi bo'ladi. Shu on baqirib uyg'onib ketaman. Mening o'rnimda bo'lganingizda, siz ham xuddi shunday ahvolga tushishingiz tayin. Kitob nihoyasiga yetdi.